Qashqadaryoliklar, chiroqchilar bormi? Bitta like bosib ketamiz. Chiroqchiliklar qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Bizni obunachilar, qadrli kuzatuvchilar, mana bugun Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida zakazimiz tayyor bo'ldi. Buni o'z joyimizga ishlatib beramiz. Asror akamizga mana bloglarimiz chiqqani, hozir tayyor darsda davom ettiramiz ishlatishni. Chiqqani mana o'zlariga o'xshab xuddi zakazlarda mana ikki yonida kattarog'i, o'rtasida maydaroq teshib berganmiz. Xuddi shunaqa zakaz bo'lgan. Asror aka, stanoklarimiz ma'qulmi sizga? Yo'q, siz qayerdan kuzatib keldingiz bizda? YouTube'dan, Instagram'dan. Narxlari ham chotkimi, ma'qul bo'ldimi? Idealni qilib chorqa berdim. Aka, boshlaymiz. Ishlatib beramiz hozir. Xo'sh, bilmaganlarga aytamiz, mana bu boshqaruv pulti. Boshqaruv pulti, bu yerda operatorimiz boshqaradi. Bu yerda operatorimiz qo'shimchasiga yordam qilib, rasvorlarimizni qoliplarga to'ldirib olamiz. Qoliplarga to'ldirib, keyin operator aylanib o'tib, bu yerdan boshqarib, blokda chiqarib beradi. Mana blokchalar. Bunga ham bitta yarim talik berganmiz. Bo'linish uchun chiroq ko'p. Xo'sh, hurmatli bizni kuzatuvchilar, qadrli obunachilar, bu videolarimiz yoqqan bo'lsa, ma'qullagan bo'lsa, albatta like bosamiz. Bizni obuna bo'lmay kuzatayotganlarga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Kimga shunaqa sinovlar kerak bo'lsa, bog'laninglar, nomer qoldiramiz. Chiroyli qilib chegirmalar qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.